hozir 550 Qattiqroq gapiraverasizlar. 550 dollar ketadi o'tkazishga. Shu pulni hashlaymiz. Notariusda pul beramiz sizlarga. Uni hisob. Beringlar. 63 ga bersangiz pulim naq. Shatr sanab beraman. Bo'ldi bering. Yo'q, unga. Bo'ldi Ya, pulni beraver, bermasangiz yo'q deysiz. 63 katta pul. O'tgan safar 30 ming yurganda 6500 ga oldik, Instagramga qo'ydik. Olib madaniyatnikida 550 ga o'tkazib oldik. Instagramda ko'rdik. Toza propan edi. Propan edi. Bu metan ekanda, propan bo'lganda bunga ham 6,5 berardim. Hozir propan yaxshi ketyapti-da. Berasizmi? Qo'shasiz. Arada suvmas uni qo'shib jigardan bo'ladigan narsa pul. To'g'ri. Pulni topish oson emas. Bering. 100 dollar qo'shib beraman. Ha siz jicha deyapsiz. Men qo'shgan pulga bir hafta bitta yaxshi oila qorin boqadi. Berasizmi? Yo'q. Qanchaga berasiz? 64 beryapman hozir. Siz tushmayapsiz. Siz oxiri ayting manaqaga beraman deb. Instagramga qo'yib yuborma yana. Nima yo'q? Sotib olsam qo'yib yuboraman-da. O'zim pulimga olganimdan keyin xohlaganimni qilaman men. Ha? Chiqmay qo'yaylik biz. Nimaga? Chekka-chekkada yuraveraylik. Ishlaysizmi? Oddiy dikondirsiz. Chekkaroqda yuraveraylik. Ijtimoiy tarmoqdan qo'rqmang. Haqiqatni to'g'risini aytiladi-da. 64,5 ga berasizmi? Ta qo'lingizni chiqarib turavering. Saqatgan bo'lsa ham hurmat qilib. Esdan chiqib qoldi. Esdan chiqib, hech bir top qo'yapman-da shuni. Uni solganingiz bilan u yerda uzilmaydi. O'tsa keyin siz isiydi. Berasizmi? 64,5 ga. 63 ga berdingizmi? Yili nechiga? 63 ga bering. 24. Meni aka zo'r beryapti. Ha? O'tkazib olaman. Ya bo'ldi. Keyin chaqirsiz kelmayman. Ha, 550 ga o'tkazib olaman. 750 ga tushadi. Berasizmi? Bolalarni o'tkazmang, bering. Yo'q, qo'shmay. Mana hozir 550 Qattiqroq gapiraverasizlar. 550 dollar ketadi o'tkazishga. Shu pulni hashlaymiz. Notariusda pul beramiz sizlarga. Uni hisob. Beringlar. 63 ga bersangiz pulim naq. Shatr sanab beraman. Bo'ldi bering. Yo'q, unga. Bo'ldi Ya, pulni beraver, bermasangiz yo'q deysiz. 63 katta pul. O'tgan safar 30 ming yurganda 6500 ga oldik, Instagramga qo'ydik. Olib madaniyatnikida 550 ga o'tkazib oldik. Instagramda ko'rdik. Toza propan edi. Propan edi. Bu metan ekanda, propan bo'lganda bunga ham 6,5 berardim. Hozir propan yaxshi ketyapti-da. Berasizmi? Qo'shasiz. Arada suvmas uni qo'shib jigardan bo'ladi.